Assalomu alaykum YouTube ahli, assalomu alaykum qulupnay ishqibozlari. Mana bugun sanamiz 4-avgust 2026-yil. Qulupnay dalamizdagi qulupnaylarimizning holatlari. Mana suvlarni berdik. Ko'chatlardan yangi agatlarga ko'chat ekish mavsumi. Bulardan bir sidrin ko'chat oldik, hammasidan mevalari ham bor ichida. Mana bu tomonlarni yangi ekkanmiz. Mana bular kecha ekilgan qulupnaylarimiz. Şurada ikkita agat, 2,5 ta agat ekilgan. Sorti Черный принц qulupnaylar. Shulardan ekkanmiz. Ozgina solq ham bor, aralash ekilgan. Tomonlarimiz yangi. Mana bu tomonlarga yana suv qo'ydik. Mana bu tomonda ham 9 ta agatga yangi ekilgan. Mana shundan o'rtada 3 tasi bahorda ekilgan. Bularni ko'chat oldik. Allohga shukr, yaxshi ko'chat berdi bular ham. Meva ham oldik bulardan. Mevasini olib ko'chatga qo'ydik. Yana gullash jarayonida, gullari ham bor, hozir ham meva qilayotgan joylari ham bor. Tomondagi agatlarni yangi ekdik yana. Shu boshidan u boshigacha ko'chatlarimizning holatlari. Xudo xolasa shu oxirigacha ekamiz, shu nasib bo'lsa. Tamam polni. Bir sidra o'rtadan chel oldik. Katta qilib yurishga. Bu tomonni polni shu boshgacha shunday qilib agat bilan qulupnay ekamiz nasib Xudo xolasa. Tomonimiz qulupnay. Havolar qaytdi endi, Xudoga shukr. Mana 4-avgust. Bizda Xorazmda havo yaxshi, issiqlarni kamayyapti. Shuning uchun biz ham qulupnay ekishni boshladik mana ko'chatlarimizdan. Bular endi bugun ertalab ekilganlar. Ozgina stress olgan. Bugun issiqda ozgina stressga tushib, mana bu bitta agatda mana so'lg'ayan ko'chat bor. Mana bahorda mevasini olganmiz. Mana bularni yaqinda o'rdik, bularning ustini. Mana o'rib yangi barg qilyapti. Xudo xolasa bulardan ham kuzga meva olish niyatida qo'ydik. Xudo xolasa mana barglarni yangilayapti. Mana o'zi bahorda bitta meva olish kerak ekan. Keyin ko'chat qilib, ko'chatni olgandan keyin ustini o'rib tashlasangiz, bu ham tez harakatga kelib ketar ekan. Mana shunday qulupnaylarni ekib suvlarni qo'yyapmiz. Ariqda bizniki shu eskicha usul ariqdan suvaryapmiz. Shlangida kelib, tomon shlangida keladi. Agatning o'zining ariqning ichidan suv ichadi. Mana shunday bizning yangiliklarimiz. Har bir dehqonning qilayotgan ishlariga Allohning o'zi baraka bersin. Barcha qulupnaychilarga ishlaringizga omad. Mana biz ham qo'ldan kelguncha mehnat qilyapmiz. O'zi mehnat qilaverish kerak. O'zi mehnat qilsangiz odam baraka topib boraverasiz. Mana biz sababini qilyapmiz. Alloh berguvchi. Qolgan Allohdan. Xudo xolasa barcha dehqonlarga qilayotgan ishlariga Allohning o'zi baraka bersin. Charchamanglar, hammangizga sog'lik, salomatlik tilaymiz.